So'nggi paytlarda odamlarning kayfiyatini ko'tarish, kuldirish borgan sayin qiyinlashib boryapti. Masalan, oxirgi paytda O'zbekistonda birovni urgan odamga taxo, kalta yeganga Spark berishyapti. Lekin kimnidir kayfiyatini ko'targan odamga hech bo'lmasa do'kondan pista olib berishgani haqida eshitganim yo'q. Biz bu jihatdan eng baxtli jamoamiz, chunki yaxshi kayfiyatni qadriga yetadigan birinchi raqamli tomoshabinlar uchun xizmat qilamiz va ishonchingiz komil bo'lsinki, bugun sizni ishonchingizni oqlash uchun astoydil mehnat qilamiz. E'tiboringiz markazda siz sevgan, siz sog'ingan jamoa. Millionga xush kelibsiz. Avvallari do'stlarimiz biror yangi avtomobil yoki telefon xarid qiladigan bo'lsa, o'zingnikimi deb so'rardik. Hozir bu savolni tana a'zolariga nisbatan ishlatish ko'proq dolzarb bo'lib qolyapti. Yuzda meza, labda filler, burun kichraytirilgan, qoshda tatuaj yoki mikrobilding, qovoq blefaroplastika. Eng qizig'i hozir faqat yuzdagi muolajalarni sanadim. Silikon silikon kosmetologiya markazidan ko'rsatamiz. Mana navbatdagi operatsiyamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Biz qilingan ishga garantiya beramiz. Xuddi o'zlarnikidek turadi. Umuman oqib ham ketmaydi. Menchi mana burunlari o'zinikidek turibdi, lekin ko'z tegmasin. Menga juda ham yoqdi. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Hozir qaylig'im kelib qolishlari kerak edi. Kesillar. Okane kosego orera wasta sta watashi wasta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xormay aka. Siz Nozimamni oldiga keldim. Mana Nozimangiz. Yo'q, siz adashtiryapsiz aka. Men Nozimam bilan kelganman, ko'rgansiz. Ha, siz mana Nozimani aytyapsiz-da? Mana Nozimam. Nozima ku bu aka. Yo, biz mana shu Nozimadan ba'zi joylarni olib tashladik, baqbaqalarni olib tashladik, keyin ozgina qo'shib berdik o joylarga. Endi juda boshqacha bo'ladi. Aka, siz menga boshqacha bo'ladi dedingiz. Voy, ishoning, hozir sezilmayapti. Haliroq boshqacha bo'ladi. Ha? Tush oldimga, tush erkalanib ketishsan sen o'zi. Bekor olib kelmasan, yur. Men qarang, to'xtang. Sizni ham sochingizni ko'kka bo'yab yuboringlar, zo'r turadi. Zo'r turadi? Men qattiq turaman ekan. Adam kirgizmayli soch bilan. Bo'lmasa ro'zimiga bo'yinglar.